shu darajada odam jinni bo'lishi mumkinmi? Ahmoq bo'lasanmi shu qadar deyman-da o'zimni. Erimga aytardimda, siz menga xiyonat qilgansiz. Doimiy mavzuyimiz. Doimiy. Tasavvur qil, bitta narsa so'rasam, menga faqat rostini aytingdan boshlanardi. Va men o'ylayman, ko'pchilik qizlar hozir o'zini tanidi. Bir gap aytsam, faqat rostini ayting. Ke uni faqat rostini aytingsa aytmayman. Bu hech qachon bilib qo'y, hech qachon men senga hayam demayman, yo'q ham demayman derdi. Battar qo'zdirdimi? Siz menga xiyonat qilganmisiz? Hech qachon bu savolga javob bermayman. Hech qachon. Chunki men sizga bir gap aytaman. Agar erkak sizga hammasiga xiyonat qildim desa, biladi oxir oqibat nima bo'ladi. Ya'ni sizni o'zingiz onangiznikida qidiradi, bu bir. Agar yo'q desa agar, bu u uchun go'yoki sizga qanaqadir tobe, faqatgina siz uning hayotida yakka-yu yolg'iz yagona va qayerdadir o'zi bilmagan holatda sizga kechirasiz, uni berib qo'yadi, rolni berib qo'yadi. Ya'ni u bilan boshqarish, uni upravlять qilish rolini qo'lingizga berib qo'yadi, pultini. Nima keragi bor unga? Bu shuning uchun aytmayman deydi, bo'ldi. Aytmayman. Hech qachon bu narsani bilmaysan.